2025-yilning 6-7 may kunlari Vyetnam Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi bosh kotibi Tu Lam davlat tashrifi bilan Qozog'istonga keldi. Qozog'iston prezidenti To'qayev bilan Tu Lam tor va kengaytirilgan tarkibda muzokaralar o'tkazdilar. To'qayev 2 yil avval Vyetnamga rasmiy tashrifi chog'ida Vyetnam rahbariyati bilan ikki tomonlama hamkorlikning yangi yo'nalishlarini rivojlantirishga kelishib olganligi haqida eslatib o'tdi. O'z navbatida Tu Lam Qozog'iston Vyetnamning Markaziy Osiyodagi birinchi strategik hamkoriga aylanishiga ishontirdi. Qozog'iston va Vyetnam rahbarlari Ostonada qo'shma bayonot qabul qilishdi. Hujjatda tomonlar strategik sherik bo'lishga va xom ashyo va yoqilg'i manbalarini diversifikatsiya qilish uchun ishlab chiqarish sohasida hamkorlikni rivojlantirishga kelishib olgani qayd etilgan. Muzokaralar yakunida rasmiy delegatsiya a'zolari bir qator hujjatlar almashdilar. Vyetnam Qozog'istonning Janubiy Sharqiy Osiyodagi asosiy hamkorlardan biridir. Qozog'iston Savdo va integratsiya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi qariyb 860 million dollarni tashkil qilgan. Yaqin kelajakda bu ko'rsatkichni 2 milliard dollarga yetkazish kutilmoqda. Vyetnam iqtisodiyoti Osiyo mamlakatlari orasida eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyotlardan biridir. Vyetnamning strategik maqsadi 2040-yilga borib, dunyoning 25 ta yirik iqtisodiyotli davlatlar qatoriga kirishdir. Vyetnam avvallari sotsialistik lagerning bir qismi bo'lgan. Bugun esa bu davlat kapitalistik tizimni amalda tatbiq etmoqda. 1975-yilda Shimoliy Vyetnam AQSh va Janubiy Vyetnam bilan shartnoma imzoladi. Natijada Vyetnam birlashtirildi. Keyin Vyetnamning Xitoyga dushmanlik borasida AQSh bilan yaqinlashishi boshlandi. Bu Xitoy uchun katta yo'qotish bo'ldi. Chunki u Shimoliy Vyetnamni qurol va pul bilan qo'llab-quvvatlagan va bundan tashqari Amerikaga qarshi urushda qatnashgan edi. Vyetnam va Qozog'iston o'rtasidagi yaqinlashish Xitoyga emas, Amerikaga foyda keltiradi. Vyetnam Amerikaning Markaziy Osiyodagi loyihalarni ilgari surish orqali AQSh manfaatlariga xizmat qiladi. Amerikaning eng muhim maqsadlaridan biri Xitoyning mintaqadagi gegemonligini oldini olishdir. Amerika sun'iy ravishda Xitoy atrofida keskinlik muhitini yaratmoqda. Bu esa o'z navbatida Amerika ta'sirini kengaytiradi va qo'shni davlatlar o'rtasida Xitoyga qarshi dushmanlikni kuchaytiradi. Amerika ilgari SSR bilan qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, Xitoy bilan xuddi shunday muomala qilmoqda. Xitoy Amerika bilan raqobatlashsa ham super davlat rolini o'ynashga qodir emas. Faqat Roshid xalifalik davlatigina nafaqat islomiy dunyoda, balki dunyoning barcha mintaqalarida Amerika bilan raqobatlasha oladi. Musulmonlarning Roshid xalifalikda birlashishi Amerika ta'sirining kengayishiga chek qo'yadi va Allohning irodasi bilan sharqdan g'arbgacha butun yer yuzi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati hukmronligi ostida bo'ladi.